Məldə oca, bir məldə oca bir g'iybat qilib, ayollar bo'ladi ekan-ku, demada bunday emas, ba'zan bir. Bu g'iybat qilish degan yaxshi emas. 5-6 ayollar to'qmash o'tirdigan. Ayta g'iybat qilib qoladi bular. Shuni u bizning ma'ldagi bizning g'iybatini qilib qopdi. Ayoliga. Ey Ruqiya. Sizning yo'lishingiz shu 10 kunlardan keyin dodujon bo'ldi ekan-ku. Ayol uyay. Men o'qimayman ekan-ku. Yurasiz. Biz oldik. Nima deydi? Deb uyga kirib yo'lga chiqibdi. Ey Ahmad, sizning 10 kundan keyin dodujon bo'ldi deydi-ku. Kim deydi oy? Shu o'qimishlik ayollar shunday deydi-ku. U to'g'ri o'qimayman-ku. Debdi bir haftadan keyin rost. 10 kunlardan keyin zaten. Saylab dodujon bo'lib qolibdi. To'g'ri debdi, juma deb dodujon bo'libdi. Bir 3-4-5 oylardan keyin ya'ni ayollarga do'qmish kelsak ayollar yana debdi. Ey Ruqiya, sizning yo'lishingiz shuchilik o'sdi ekan-ku. Yani nima deydi, men o'qimadim, u biroz o'sdi ekan. Yani uyga kirib debdi. Siz Ahmet şucilik üsü deydi sizni. Voy men o'qimadim-ku. Sizga deb turasiz. Degandeklar 5 kun qamayli. Shuji qoldi bu. Voy bu qanday bo'lib ketdi bu? Ayollarni to'g'ri chiqib qoldi. Debdi. Yani bir kun ayollarni kelsa, ayollar. Sizning yo'lishingiz qariydi ekan, ha? Yaqinda tekshirib o'tibdi-ku. Debdi uyga kirib yo'lishi. Qariysiz ekan-ku, tekshirib o'tibdi. Nima deydi bu? Undan keyin qimmat, ha? Debdi degandeklar tekshirib qariyib turmaga kirib ketdi. Turmid bir ishini yetibdi. Bir ish kishi yetib chiqadigan vaqtda to'shib u odamni. Ayol beribdi turmaga ektirgan bu. Vaqtingiz to'shibdi, Ahmad bugun sizni qo'yib dedi ekan saqchilar. Odam deb. Saqchilar qo'yibdi hamda. Adoqmi chiqaylar nima deydi? Adoqmi chiqaylar nima deydi dedi. Shu o'zinglar bilsam sal kelansizroq. Stres. Bir kun insamga maosha degan emasmi? O mo'qurqun o'rab deb, Mahmudo qo'rab. Ölgürken semirip dedim olsa. Senin bedenin amma lobellik toş poptike. Fullup ketken bolsa deydi. Fullup ketken bolsa deydi.